Boy akalarim, mashinani qarang, salonda yangi turibdi ekan, bari. Havo Sinotruk ekan. Hozir Olex'larda ko'rib chiqsak, o'zi 2 ta 3 ta ekan. 47,5 ming dollar yozib qo'ygan ekan. Biz necha pul qo'yib beramiz, boy akam? Shuncha pulni bosib turibsiz. Shu mashinani olib qo'ying, oyiga borib soqqansiz, dollarda sanab olasiz. Ishoning menga. Yana bu ref ekan bu, ref. Polni minus 10 gacha ekan. Instruksiyasini polni o'qib chiqdim. Mashina lekin haqiqatan puliga yarasha mashina ekan. Akalarimiz mana 35 mingga qo'yib bering deyapti. Aka lekin 35 mingga ozgina qimmat. Buni 2020 dedingiz-a? 2020. 2020. Xo'p, Sinotruk, generalniy daveniyasi ham beriladi. Ha, beriladi. Generalniy. Xo'p, mana bu joyini mana ta'kidlab o'tdilar. Keling bu yoqqa yaqinroq. Mana plombasi bilan turibdi ekan mana balonlar, ko'rasizmi? Yechilmagan ekan. O'zini radnoy balonda, radnoy diska. Ya'ni balansirovkaga teshilib qolib yurmagan ekan. Aka bu kam yurgan sababi nimaga 2020? Shuni 46 ming yurgan. 46 ming radnoy probek. Radnoy probek turgan mashina. Halol, bir qo'l minilgan. Solib turib tekshirsa bo'laveradi. Ha, bemalol. Xohlagan proverka. Bo'ldi. Hech joy yechim, konditsioner, ref, hammasi ishlaydi. Cho'tki ishlaydi hammasi. Cho'tki hammasi. Bo'ldi. Kamchiligi Bu yo'q. 10 tonnali aka? 10 tonnali ekan. Kraska yo'q umuman. Yo'q, top toza. Kuzovda ham. Yo'q, top toza. Aka endi qo'lni bering. Baribir aka yili bor-da. 46 ming yurgan, to'g'ri. 35 mingga ham ketadi aka. Faqat ozgina kutib qolinadi-da, bir kun ikki kun. Hozir mana xudo xolasa 1 soat, 2 soat ichida hal qilib yuboramiz inshaalloh. Hammasi oldindan-da 30 mingga qo'yaylik. Nima deysiz? Yo'q, 30 ming. To'g'ri. Bering aka. 30 mingga. Yo'q. Yili ham 5 yillikda, mayli to'g'ri turgan mashina. Atak yurish turishda turbinalarda muammo yo'q-a? Yo'q, umuman ishi yo'q, tayyor mashina. Zavat qilib ketdi. 46 ming halol probek, yangi mashina. Bitta o'ylab ko'ring aka, bering. Yo'q. Necha pulga berasiz taqilganni? Faqat bo'lishi. 32 ming qo'yib bering. 32 ming baland. 32 mingga bo'ladi aka, 35 mingga ham qo'yib beraveraman. Prosta bizni kanalda test qo'yiladi, sizlar sotilishi uchun. Siz ham shu yallamadan keldingizmi? Yallamadan. Shu yerdan keldingiz aka, misol salatga yoqib. Shunga yarasha bo'lsa aka, 30 ming 500 qo'yamiz, boshqa qo'sha olmayman. Bo'ladimi aka? 500 qo'shing. Yo'q, 30 ming 500 aka, 31 bo'lmaydi. Bo'ladimi? Undan kamiga so'rashmaydi, xudo xolasa aka. Shunda olib ketishadi. Rozimisiz? Bo'ldi. 30 ming. Bo'ldi. Boy akalarim 30 ming 500 dollarga. Sizni pulingiz ko'p, 35 mingga olsangiz bo'laveradi. 30 ming 500 ga olib turib, 500 dollar bizga tashlab ketsangiz, xursand bo'lib qolaveramiz. Joningiz sog' bo'lsin.